Mahalla bu shunchaki yashash joyi emas, balki ulkan imkoniyatlar makonidir. Bugun har bir hududda, xususan Toshkent shahrida ham tadbirkorlikni rivojlantirish va aholiga ko'mak berishning yangi tizimi mahalla yettiligi samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Tizim tarkibidagi soliq inspektorining asosiy vazifasi esa mahallada tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, norasmiy faoliyatni qonuniylashtirish va soliq bazasini kengaytirish orqali mahalla byudjetini shakllantirishdan iborat. Bugun uning qiyofasi butkul o'zgardi. U endi jazolovchi emas, balki tadbirkor va fuqarolarga eng yaqin ko'makchi sifatida ishlaydi. Soliq inspektori yashirin yoki ro'yxatdan o'tmasdan ishlayotgan tadbirkorlarga o'z faoliyatini qonuniylashtirishda amaliy yordam beradi. Faoliyati kengayganda ularni bosqichma-bosqich kichik biznes toifasiga o'tkazishda ko'maklashadi. Vaqtincha ishlamayotgan yoki harakatsiz holga kelib qolgan tadbirkorlarning muammolarini o'rganib, ularni biznesini qayta tiklashda faol ko'maklashadi. Zamonaviy soliq xizmatlari doirasida inspektor tadbirkorlarga soliq hisobotlarini avtomatlashtirilgan elektron tizim orqali mustaqil shakllantirish va yuborishni o'rgatadi. Soliq qonunchiligidagi yangiliklar, imtiyozlar va subsidiyalar to'g'risida mahalladagi biznes subyektlariga doimiy profilaktik tushuntirishlar va maslahatlar berib boradi. Shu bilan birga u mahalladagi barcha soliq solish obyektlarini, ya'ni yer, mol-mulk va savdo nuqtalarini to'liq hamda aniq xatlovdan o'tkazadi. Mahallaning ichki imkoniyatdan kelib chiqib, yangi soliq tushumlari manbalarini qidirib topadi va mahalliy byudjet daromadini oshiradi. Eng muhimi, mahallada norasmiy va hujjatsiz ishlayotgan ishchilarni mehnat munosabatlarini qonuniylashtiradi. Zero legallashtirish uning eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlaridan, ya'ni KPI mezonlaridan biri hisoblanadi. Soliq inspektori o'z faoliyati bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri mahalla raisiga va o'z boshlig'iga hisobdor bo'ladi. Uning faoliyati natijalari aynan mahalla raisida baholanadi. Xalq manfaati va hudud ravnaqi uchun qayg'uradigan soliq xodimi har bir xonadon va tadbirkorning ishonchli hamkoridir. Mahalla soliq inspektori bilan farovon mahalla va kuchli iqtisodiyotni birgalikda barpo etamiz.